ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimki mana shu duoni o'qisa deydilar, la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qodir. Ertalab bomdod namozidan keyin debdilar, 100 marta o'qisa 10 ta qul ozod qilgan barobarida ajrga ega bo'ladi. 100 ta hasana, ya'ni yaxshi amal qildi deb yozib qo'yiladi va uni 100 ta xatosi qilgan gunohi o'chiriladi va kech kirgunga qadar o'sha kuni shaytonni sharridan Allohning himoyasida bo'ladi va biror kishi undan afzalroq amal qilgan bo'lmaydi o'sha kuni, magaram undan ko'ra ko'proq duoni o'qigan kishi uning savobiga ega bo'lur dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni har kuni ertalab la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qodir desak, azizlar qarang, juda katta mana bunday ajrlar, gunohimiz o'chirishligi va Alloh taolo bir maloikani qo'yib qo'yar ekanki, ana shu maloika ertalabdan to kechga qadar buni himoyasida bo'lar ekan.